Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mikrofonni olishimdan maqsad shuki, Zulfizar yangijonim, bugundan boshlab endi dugonam ham yangam bo'ldingiz. Xudoga shukr, shukrlarga ham yetkazdi. Endi sizga butun qarindosh urug'larimni, dadajonimni, onajonimni, opalarim, akajonimni hammasini siz bilan bo'lishaman. Bu menga xiyonat qilmay, yaxshi yangam, dugonam bo'lishingizni har doim xohlayman. Men sizga doim ishonaman. Xudo xolasa dugona, yangijonim bo'lib yurasiz, ilohim. Qulog'iga aytyapsizmi? Dugonangiz bilan to'ydan oldin tanirmidingiz o'zi? Oho, katta sovchi, katta ovchi Shoiraxon o'zniki. Nima bo'lsa, Endi akangizga aytadigan gapingizni men aytib olaman. Aka, dugonamni sizga ishonib topshirdim. Hamma aytdi, dugonachilik rishtalarini bog'lamoq oson bo'lmaydi. To'ydan keyin dugonamni yo'qotib qo'ymayman. Xudo xolasa dugonamni asrab avaylab turing. Dugonamni asrasangiz, meni ham uzatilgan joyda asrab avaylab yurar. Bilmaganini aytasiz, qovoq uyib turmaysiz. Bilaman, Toshkentda opam bilan ko'proq yurasiz. Voy bizga endi sirdosh, voy dardkash qilib qolasiz. Har zamonda u joyga jo'natmoqchi bo'lsak, voy jo'natib turasiz. Akajon, sizga yor muborak, baxt muborak bo'lsin deymiz qani? Qo'yning osilib olib, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Qani qarsinglar? Endi bemalol boraveramiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin.